Hammaga assalomu alaykum. Va nihoyat Zuhriddin bilan biza bugun poyga kunini aniq qilib oldik. 15-yanvar kuni do'stlar poyga bo'ladigan bo'ldi, lekin hali ham shartlarimiz siz bilan kelisha olganmiz. Mashinaga qo'yaman dedim, yo'q dedingizmi? Ha. Shunaqa bo'ldi. Mayda juda qiziqman. Men shart chiroyli qizsiz, menga yoqasiz. Shuning uchun shartim menga tegadi. Hazırlaşmasın. Yo'q. Zuhriddin Jiddiy. o'rtoq, yo'q, to'xtang. O'rtog'ingiz edim. Ha. Hop, hali ham o'rtog'ingizman. Endi turmush o'rtog'i bo'lgim kelyapti. Nimasi yo'q? Men yigitim bor. Bilasiz bu narsani, to'g'rimi? Yo'q, boshqa shart bering. To'xtang, kamerani bolalar o'chirib turinglar. Qarang, ufoqdang va gaplashib olaylik. Shartim shu. Agar men yutsam, menga tegasiz. Rasman men shu narsani publichniy zaявлять qilyapman. Shu. Yo'q, Zuhriddin, men tega olmayman. Sen menga o'rtog'imiz deb aytgansan, to'g'rimi? Sen bilan menda faqat do'stlik bo'lgan shu kungacha. Shunaqami? Turmush o'rtog'i bo'ladi-ku. Men o'ynamayman.